Assalomu alaykum. Rapasoda do'konida bo'layotgan muhim voqea va hodisalar bilan efirda yangiliklar. Kuni kecha Abu Sahiy Chinda bozoridagi 3-qator 118-do'konga noma'lum shaxs kirib, o'g'rilik sodir etayotgan payt uni do'kon egasi payqab qolib, o'g'rini tutib oladi. Eng ajablanarlisi esa, uni militsiya xodimlariga topshirish o'rniga unga ajoyib taklif bildiradi. U taklif bilan hozir sizlarni tanishtirib o'taman. Taklifimiz shulardan iboratki, 12 kishilik tillali chinna nabor, 12 ta fojer, 6 ta marsinka, 2 ta pechonitsa, 3 talik mana shunaqa qozon nabor va zallari ko'chmaydigan juda ham sifatli 12 ta qoshiq va 12 ta vilka. Mana shu videoda sanab o'tilgan jami mahsulotimizning soni 107 talik bo'lib, narxi esa $99 qilib qo'yganmiz azizlar. $99. Bizning manzil Abu Sahiy Chinda bozor 3-qator 118-do'kon. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi.